Bolaning kelajakdagi kasbini kim belgilashi kerak? Hayotni bilgan kattalarmi yoki o'z xohishini tanlagan bolami? Men Kamil Sultanova, 19 yillik tajribaga ega amaliy psixolog. Bugun siz bilan farzandlarimizni kasb tanlashdagi ota-onani o'rni haqida gaplashmoqchiman. Bilaman, ko'pchilik ota-ona balog'at yoshiga yetganda farzandini kelajagi haqida qattiqqina qayg'urishni boshlaydi. Sohasi, kasbi, yo'nalishi, hayotda o'rnini tutishi, agar erkak kishi bo'lsa oila boqishi, qiz bola bo'lsa oiladagi o'rni haqida, farzandlarini tarbiya qilishi va hokazo kelajagi haqida qayg'urishni boshlaydi. Va mana shu qayg'urishlar orasida ota-onalar birinchi xato o'zini kutuvlari, o'zini ushalmagan orzulari, o'zini amalga oshmagan niyatlarini farzandlariga singdirishni boshlaydi. Nimaga xato dedim? Chunki sizdagi qobiliyat farzandda bo'lmasligi yoki siz aynan o'zingizni dunyoqarashingiz, o'zingizni hayotdagi og'riqlaringiz, qiyinchiliklaringiz sabab farzandimga yengil bo'lsin deb uni qaytanga qiynab qo'yishingiz mumkin. Masalan, ota-onalar farzandini ijodkor bo'lsa, uni bu sohada, kasbda oila boqa olmasligi, jamiyatda o'rnini egallay olmaydi deb o'ylab, uni bu yo'ldan qaytarishga harakat qiladi va aniq fanlarga, meditsinaga, matematikaga, bank sohasiga qiziqtirishni boshlaydi. Lekin bola agar ijodkor bo'lsa, u qanchalik shu sohada ishlamasin, baribir muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Yoki qaytanga bolani sohasi, uni qobiliyati, uni qiziqishlari ayni aniq fanlarga bo'lgan paytida bizani sohada hamma ijodkor, bu yerda senga qo'llab-quvvatlovchi imkoniyatlar ko'proq, kelsan mana bu yo'nalishda bo'lgin deb daromadi ko'proq bo'ladi deb o'ylaydi va xato shu yerdaki, o'ylashadiki, qaysi sohada, qaysi kasb hozirgi davrda ko'p daromad keltirayotgan bo'lsa, ana shu sohani egallagin deb unga tavsiya qilishadi. Aslida bilasizmi, daromad insonni qaysi sohada ekanligiga emas, uni qaysi qobiliyatini yaxshi namoyon qila olganligiga bog'liq bo'ladi. Masalan, agarda inson boshqa sohada hunarmand bo'lsin yoki bo'lmasa ijodkor bo'lsin yoki bo'lmasa tafakkurlari kengaygan ilm ahli bo'lsa ham, o'shanda qiziqishi bo'lsa va qobiliyati shu yo'nalishda bo'lsa, u bu sohani qanchalik qobiliyatini namoyon qila olganiga qarab daromad olishadi. Siz zo'r stomatologiyaga o'qing, masalan, hozir daromadli soha deb o'ylasakda, tashbiyga o'qishga kirgizasiz farzandingizni, meditsina sohasiga qiziqtirasiz, unga umuman qiziq bo'lmagan biologiya, anatomiyani o'qiysiz va uni bu sohada baribir qobiliyati bo'lmagandan keyin u insonlarga yordam bera olmaydi. Chunki o'zi bunga qiziqmagani uchun bu insonlarga yordam bera olmagan sababli daromad ham oshmaydi. Dunyoda qaysi sohadagi insonlar ko'p topadi, qaysi kasb egalari, ekspertlar, mutaxassislar zo'r bo'ladi, qanchaki insonlarga ko'p foydasi tegadigan bo'ladi. Masalan, bolangizni keyin matematikadagi qobiliyati bo'lsa yoki tilda qobiliyati bor deylik-a, bolangiz osongina til o'rganishga moyilligi bor. U birpasdagina tez eslab qolishi, uni lingvistik qobiliyatlari, shunaqa poliglotlar bor bizada. Men hattoki bolalar orasida ko'raman, osongina 7 yoshida 3-4 ta tilda gaplasha oladigan bo'ladi. Mana shu farzandingizni siz yo sen hozir nimaga qiziqishing kerak, meditsinaga qiziqishing kerak, yo sen hozir bank sohasiga qiziqqan, sen buxgalter bo'lishing kerak. Bizani oilada mana adang buxgalter edi yoki oying buxgalter, shu sohani olib ketgin deb unga o'zingizni fikrlaringizni singdirgan holatda qaytanga bolangizni muvaffaqiyatsiz qilib qo'yasiz. Shuning uchun farzandingizga soha tanlaganda shunchaki uni qiziqishi, nimadan zerikmasligiga e'tibor bering. Va dangasalik ham ayni mana shu paytda bo'lmaydi. Odamlar aytishadi, mana yoshi katta paytida oldimga kelganda ishga borganda maza qila olmayman, zo'rg'a borib kelaman deydi. Demak, ishda yo soha qiziqmas yoki daromad yetarlicha emas bo'ladi. Agarda u insonga sohani o'zi qiziq bo'lsa, masalan, u odamlarga yordam berishni yaxshi ko'radi. Sohasi bo'yicha, yo'nalishi bo'yicha meditsina yoki o'sha buxgalteriyani qaysidir boshqa yo'nalishida insonlar bilan muloqot qiladigan sohalarda bo'lsa, u ishdan daromadidan ham o'ylamaydi-da, bugun borib maza qilishini, kimgadir foydasi tegishidan zavq olib ishlaydi. Va ba'zi hollarda ustozlikni ham ko'pchilik qiyin kasb yoki injiq bolalar bilan ishlayman, xohlamayman deydi. Kimdir esa aynan ustozlikni tanlaydi. Chunki ana shu yerda u ijodkorligini ko'rsata oladi. Bolalar bilan muloqot qilishi, ular bilan chiqishib ketishi, bolalarning qobiliyatini ochib berishi muhim bo'ladi. Men shu o'rinda har doim menga qaysi maktabni tavsiya qilasiz deb maslahat so'rashganida
hollarda maktabni emas, ustozni tanlash tavsiya qilaman. Chunki ustoz farzandingizni qaysi qobiliyati borligini ochib bera oladi. Ana shunda sizni agarda ustozda masalan yaxshi ustoz uchramadi deylik, ota-ona o'z farzandiga kuzatuvchan bo'lib, uni qiziqishlarini qo'llab-quvvatlab va o'sha qobiliyatida yo'naltirishi kerak. Bolangizni qaysidir etapida hamma narsaga qiziqib ko'radi, bu bitta narsani ushlamayapti deb o'ylamang. Bola qiziqib tashlabgina unga nima tegishliligini, qaysi soha uniki ekanligini bilib oladi. Sportga borib ko'radi, qaysidir muddatdan keyin tashlab ketadi. Matematikaga borib ko'radi, qaysidir muddatdan keyin tashlab ketadi. Tilga borib ko'radi, qaysidir muddatda tashlab ketadi. Lekin 9-10 sinf atrofida bola aynan o'zini yo'nalishini tanlagan bo'ladi. Shunchaki o'sha yo'nalishda siz bu yog'iga farzandingizni qo'llab-quvvatlashingiz kerak va u qiziqishlari o'zgarayotganda, o'zini qidirgan paytida unga to'sqinlik qilmasligingiz lozim. Sizga hozir shunaqa bitta narsani taklif qilmoqchiman. Test bor ilovasi haqida aytmoqchiman. Mana shu ilovada siz farzandingizni har xil yo'nalishda qiziqishlarini kuzatib ko'rishingiz va unga to'sqinlik emas, qo'llab-quvvatlab ko'rishingiz mumkin. Bolangiz qaysidir sohada yaxshi ketayotgan bo'lsa, undan rag'bati ko'payishi, ilovada orqali shunaqa imkoniyatlar borki, farzandingiz ball to'playdi va o'zi to'plagan ballariga o'ziga qanaqadir rag'bat tariqasida biror narsa xarid qilishi mumkin bo'ladi. Qimmatbaho sovg'alar ham bor hattoki. Va bolangiz qanchalik qimmat narsani ola olganida uni mana shu tanlagan sohasida qobiliyati borligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Ilova sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.